Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirdagi qadrdonlar. Meni taniganlar uchun va tanimaganlar uchun ismim Zarina. O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Qorako'l tumanida katta bo'lganman, tug'ilib. Hozirda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida yashayman. Bir vaqt O'zbekiston fuqarosi va Rossiya fuqaroligini qabul qilganman. 2025-yil 14-iyul kuni Rossiya hududida domashniy arestga tushdim. Bir yildan beri domashniy arestdaman. Sababi nezakonniy migratsiya sozdovat qilganlikda ayblanyapman. Bir yilda 2 marta shu statiya bilan ayblandim va aybim bo'ynimda. Birinchi martasida to'g'risi gram aybim yo'qligi uchun bu statiya qo'yishgan. 100% aybim yo'q yo'qda. Bitta nomer berganim uchun aybdor qilishdi. Bu yerda aybing bor aybdor emasligingni isbotlashda iloji yo'q ekan. Shuning uchun hammasiga biz ko'ndik va hech kimga qarshi kurashish yoki hech kimni attrisat qilish niyatim yo'q. Aybdormanmi? Demak, men aybdorman. Demak, bir yil davomida hayotimda o'tgan voqealarni aytib bermoqchiman sizlarga, lekin bu gap ko'p videoda ko'p vaqt olishi mumkin. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, men buni keyinchalik podkast qilib etap-etap aytib berishim mumkin. Bu kimlargadir saboq bo'lishi mumkin, kimlargadir foydali bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki men bir yil davomida juda ko'p sudda qatnashdim. Ya'ni domashniy arestni bekor qilish bo'yicha juda ko'p odamlarni ko'rdim. Adolat va haqiqat kurashi deydimi? Lekin adolat degan narsa menga nisbatan umuman ishlatilmadi. Men o'zimni menga nisbatan adolatsizlikni 100% qo'llangan tartibni, millatchilik bo'lganini his qildim. Hech kim bilan ishim yo'q, hech kim bilan tortishish niyatim ham yo'q. Hammaga Xudo podsho va oliy sudya bu Alloh. Bu dunyoda men mag'lubman, to'g'ri. Men bu dunyoda ko'p narsalardan ayrildim, nohaqliklarga uchradim. Bu yolg'on dunyo, vaqtinchalik bizni sinovimiz. U dunyoda javob beramiz hammamiz, kim nima yomonlik qilgan bo'lsa. Endi har kimga qiziq bo'lishi mumkin. Nima uchun qanday deb nima uchun qanday degan savollar bo'ladigan bo'lsa, masalan, demak 322-moddada ayblandim. 322.1 2A punkt, ya'ni nezakonniy migratsiya sozdovat qilish. Bu nima? Men registratsiya qo'yib berganman O'zbekistondan kelganlarga va ular u adresda yashamagan. Endi bu men bitta emasman. Bunaqa registratsiya qo'yib beradiganlar juda ham ko'p va u adresda yashamaydiganlar ham juda ham ko'p. Bu har bitta kvartirasida turgan odam hayotda o'zini uyiga registratsiyaga qo'yib bermaydi. Bitta men emas, bunaqa odamlar juda ham ko'p. O'zi grajdanin tug'ilib katta bo'lganlardan nechtasi bu ishlarni qilib yuribdi va ular adresda yashamaydi. Nima deydi? Bu masshtabniy jinoyat emas deb hisoblayman, chunki hammasi shunaqa. Hozir hech kim uyida hech kim yashamaydi, qo'yib bermaydi. Naborot, chujoy joylarda registratsiya qo'yib berishadi. Meni xuddi 1000 ta odamni otravit qilib narkotik sotganday, yo bo'lmasam teraktda ishtirok etganday, yo bo'lmasam millionta odamni nima deydi, pulini o'g'irlaganday o'zimni shunaqa his qilishimga majbur qilishdi. Men bir yil davomida to'g'risi o'zimni o'ldirishni o'ylamagan kunim bo'lmadi. To'g'ri, xato qildim, lekin mayli, короче, hozir o'pishim yig'lab yuboraman, o'shaning uchun qisqa qilib aytaman. Ko'p vaqtinglarni olish niyatim yo'q. Короче, 2025-yil 14-iyul kuni meni uyimga obus bilan kelishdi. Men 6 yil ili 7 yil Fomest ishlagan bo'lsam, endi qonuniy, legal ishlaganman, o'zim IP ochganman, nalog to'laganman. 1 yillik nalogim o'tgan yil esimda 650 ming rubl bo'lgan. Hamma qonuniy ishlayapman, o'zimcha, endi o'zimni miyamda-da bu narsa. Har doim soat 7da 8da turib ketsam ishga, bu kun nimagadir soat 5da turib ketibman. Xudo meni shunchalik yaxshi ko'rar ekan. Bir yil davomida men qayta uni borligini his qildim. Xudo meni shunchalik himoya qildi, shunchalik yordam berdi, shunchalik asradi. Juda ko'p narsalardan Xudo meni asrab qoldi.